Sizni orqaga tortadigan 5 ta odam. Birinchisi, doim noliydigan odam. Qachon qarasa noliydi, hayotdan xafa. Yomg'ir yog'sa ham yomon, shamol bo'lsa ham yomon, quyosh chiqsa ham yomon. Ikkinchisi, o'smaydigan odam. Hey kitob o'qi, hey yur, hey rivojlanamiz, yo'q, o'smaydi. Hamma narsani biladi. Uchinchi odam, qo'rqoq odam. Qadam bosamiz, yur, harakat qilamiz desangiz, hamisha qo'rqadi. To'rtinchisi, orqadan gapiradigan odam. Oldingizda turadi, yaxshi gapiradi, siz ketganingizdan keyin nimadir deydi. 4 ta odam o'tirsa, bittasi turib ketsa, o'sha odamni gapiradi. Beshinchisi, vaqtingizni o'g'irlaydigan odam. Nima deyotganini o'ylamaydi, qachon qarasa gapiradi. Aniq bir ma'noli gapi yo'q, lekin gapirsa bo'ldi, vildir-vildir qilsa bo'ldi.